Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana mashinamiz mana Hyundai Solaris. Burasi Tyumendan kelgan. Buni mana bu ikkala eshigini kraska qilamiz. Orqa qanoti petno bo'ladi. Bu eshigi ikkalasi to'liq kraska bo'ladi bu. Kraskalarni ham даже Rossiyada tayyorlatib keldi buni. Mana bu krlos kraska bo'ladi. Buni ham pachoqlari bor, to'g'rilanadi. Bamper kraska bo'ladi, oldi bamper. Mana shular xudo xolasa chiroyli kraska qilib berishimiz kerak. Mana bular o'zini remont qilamiz chiroyli qilib. Xudo xolasa bu bukuklari sizlarga ko'rinyaptimi endi buni yo'qmi? Bular bukuk. Shuna qilib buni kraska qilamiz. Mana bu mashinamiz mana regulirovkaga kelgan. Nara turgan ham regulirovkaga keldi. Ikkita mashinani chiqarib yubordik. Mana biz ham mana bu yarimi ulangan Damas yig'ilyapti. Xudo xolasa tomi bilan mana shu yoni qo'yilgan Damas bu. Bu akamizga mana regulirovkaga kelgan. Bu mashinamiz ham o'zimizning mahallaniki. Chaqachiq joylari kraska bo'lyapti. Torpedasi yangi qo'yilib, shumizatsiya bo'lib, yana qanaqadir bir qancha narsalar qo'yilyapti. Bunga diska, balon hammasi qo'yilyapti. Bu Tursunali o'zimiz mashina ham, yana yoshiga to'lmasdan remonti boshlandi. Xudo xolasa bu ham bo'lib qoladi. Mana bu ichkarida ham mana ikkita mashinamiz. Bunisi shumizatsiya bo'lib, regulirovka bo'lyapti. Mana bunisi ikkala o'rta eshigini o'z regulirovka bo'lyapti. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Paxta qishlog'ida turamiz. Bunda shu yoni qo'yilib, ikkita eshik qo'yildi. O'rtasi to'ka, oldi stokasi qo'yildi. O'rtasi to'kalar tom bilan birga ko'rgansizlarmi, ko'rsatib o'tgansiz. U oldidagi mashina ham Kia Bongo, u ham polni kraska bo'ladi. Oq, qorasi qora, gaz baloni qizil. Xullas hamma joy bo'ladi.